Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana yana bitta Damasimiz Cho'ng'aradan kelishdi. Xudo xolasa, Cho'ng'ara qayerdan aka? Cho'ng'ara o'zidan. Mana xudo xolasa buni ham eshiklarini sozlab, chiroyli qilib bitirib beryapmiz. Bunga joyiga tagiga mana rezinka Damasni o'zi eskilardan chiqqan rezinkasida qo'yib qo'ydik. Shu o'rta eshikni mana shu rezinkani mana Damas shu atrofidagi eski rezinkasini qo'yib qo'ydik tagiga. Loy chachmasinga. Hozir qo'yib berdik. Xudo xolasa buni ham ishlarni bitkazib beramiz. Mashinani ham remont qilamiz. Do'stlar, mana xudo xolasa bu mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Har doimgidek bunga mana temir tunikalar qo'yib berdik. Mana temirdan tunikalar, list Damas erra deydi, kimdir list deydi. Eshiklar yopilishini ko'rib turibsizlar mana. Buni yana oldiga futulka qoqib berdik bunga. To'kirda futulka qoqtirib qo'ydik. Mana bu joyi mana futulka lufti bo'lib qolganda, eshikni ko'targanda ashlarni yo'qotib, joy-joyiga keltirib, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib berdik. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefonlarim 90 632 81 23, 99 632 81 23. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.